Bolalar, bugungi darsdagi kayfiyatimiz qanday? Zo'r! Judayam yaxshi. Unda men sizga omad tilayman so'zlari bilan guruhga birikamiz. Men sizga tilayman. Men sizga omad tilayman. Men sizga omad tilayman. Men sizga omad tilayman. Men sizga omad tilayman. Bugungi darsda barchangizga omad tilayman va mana shu men sizga omad tilayman so'zlari orqali guruhlarga birikamiz. Judayam yaxshi. Guruh boshchini saylaymiz. Yasmina, Shariana, Azimjon. Ana endi guruhda ishlashning oldin qoidasini yodga tushiramiz. Vaqtlarni foydalanib, qurollarda amal etishimiz. Guruh boshchisini saylaymiz. Bir-birimizni siylaymiz. Bir-birimiz aytganini qilamiz. Guruh boshchisi aytganini bajaramiz. Judayam yaxshi. Ana endi guruhga o'tirishdan avval o'tgan darsni yodga tushirish uchun poyez o'yinini o'ynaymiz. Poyez o'yinining sharti hozir bir o'quvchi savol beradi, ikkinchi o'quvchi javob beradi. Ana shu to'g'ri savol va to'g'ri javob bergan o'quvchi parovozga ilashadi. Tushunarlimi? Boshladik. Soyani o'zgartirish mumkinmi? Soyani o'zgartirish mumkin. Issiqlikka o'tkazib joyingiz nima? Issiqlik qadar sizlar savdisiga o'tadi. Nima uchun biz jismga tushgan yong'oq qaytgan uchun ham odamlarga ko'radi. Nima qafasiz boshqa baxtni deyiladi. Avush labni ko'rib qaytadi. Elektron to'ldiruvchilar Judayam yaxshi. Ana endi guruhlarga birikamiz. Birinchi guruh yog'och guruhi, ikkinchi rezinka va uchinchi alyuminiy guruhlari joylaringizga joylashamiz. Aziz bolalar, biz issiqlik o'tkazish haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi bugun qanday jismlar elektr tokini o'tkazadi degan mavzuda gaplashamiz va olgan bilimlarimiz bo'yicha jamlovchi baholashni olar ekanmiz. Mana shu yangi mavzuda darslik bilan ishlash uchun hozir guruhlarga topshiriqlarni bo'lib beramiz. Darsligimizda 22-betini ochamiz. Birinchi guruh, ya'ni yog'och guruhi elektr haqida o'z bilimlaringizni aytib o'tadi. Rasmga qaraysiz va rasmni izohlab berasiz. Ikkinchi guruh, rezinka guruhi, stolni ustida tayyor ko'rgazmalar berilgan. Ana shu jismlarni elektr toki o'tkazadi yoki o'tkazmasligini tahlil qilib berasiz. Uchinchi guruhimiz darslik bilan ishlaydi va mana shu matnni o'zaro bo'lishib olib, o'qib chiqib, mazmunini do'stlaringizga tushuntirib berasiz. Topshiriqlar tushunarlimi? Tushunarli. Vaqtimiz ketdi. Kimyoviy moddalar elektr energiyasini o'tkazadi. Rashmurdan elektr energiyasini katta oqachilarga to'g'onlar qurilib, eski elektr stansiyasi qurilib, elektr toki olinadi. Batareya, soat, telefon, notebook kabi narsalarda ishlatiladi. Yentilar shamoldan aylanib elektr energiya olinadi. Siz boshki og'ir ishdagi odamlarni xavfsizligini saqlash uchun kerak. Rezinkali kletchatka elektr tokini o'tkazmaydi. Bu omborli ishlagich plastmassadan. Plastmassa elektr energiyasini o'tkazmaydi. Zaylantib chiqib ketgan to'g'rilarni yaratish uchun kerak. Rezinkali etik elektr energiyasini o'tkazmaydi. Elektr tokini o'tkazmaydiganlarda shisha, plastmassa hamda rezina kiradi. Masalan, bu xususiyatlar kunlar foydalanadi. Elektr tokini eng yaxshi o'tkazadigan metal bu kumush. Biroq bu metal juda ham qimmat. Shuning uchun elektr tokini o'tkazadigan mis, simlar va alyuminiydan yasaladi. Alyuminiy misga qaraganda elektr tokini yomon o'tkazadi. Biroq uylar, binolar, zavod va fabrikalarga
elektr tokini olib borish uchun alyuminiyadan foydalaniladi. Bilimimiz darajasiga qarab qo'limizdagi ismimiz yozilgan stikerni tush uyalariga yopishtiramiz. Marhamat. Rezinka guruhi. Yavaş guruhi. Uyga topshiriq. Matnni yaxshilab o'qiymiz. Matn mazmunini so'zlashga tayyorlanamiz va elektr toki o'tkazadigan buyumlar rasmini chizib kelamiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Juda ham yaxshi. Rahmat.